Assalomu alaykum ahli YouTube aka-ukalar, ag'ayinlar. Bir tane like bosib, gumburlatib, gruppa paydalis saqingizlar. Aynalar yana bitta shaytonning urg'achisi. Bu shaytonning urg'achisi qayerdan? Hamza, Yavanning Hamza degan qishlog'idan. O'zi yaxshi 50 dan oshgan. Lekin bolalar o'zining balasiman yoshlarda ketat qilib jiribdi-da. Buga nima deysizlar? Aytganki, ag'ayinlar, pulni degan so'zimmen tilga javob degan. Ne tiliga cevap beredi, ne kötüge mi cevap verilmeyin kaldı. O ayna. Yani yaşınız katta ekan. Hürmet, izzet tariqasida men sizga aytyapman ki, pulni bering balalarning pulini. Agar pulni bermasangiz, aytib qo'yimda hajjaga baylab turib, uraman valdi ko'zingizdan lavullab turib o't chiqadi. Tushunyapsizmi? Bir gap borki, o'ynashmag'in arbab bilan, arbab urar harbab bilan deydi. Biz har tomonlama val duramiz. Tushundingizmi ayna? Bizning mening valim bilishda arbobda, arbab uradi, harbabban uradi. Har tomondan urib talaydi. Keyin jires bir ömür peshonangizga geydi yozib, shunday chizib qo'yadi, keyin jiredi. Ha desa shayxning valini jedingmi deb turib. Uyalmaysizmi? Hozir bu tomoningizdan o tomoningiz yaqin bo'lib turib, katta Hamza qishloqda men degan yaxshi insonlar o'tgan. Buna shu haram xalqning pulini olib turib jebi haromda, turgan turishi harom. Buni bala chaqalaringizga jediryapsiz. Nebiralaringizga jediryapsiz. O nima bo'ladi? Sizga o'xshagan pidaras pedik bo'ladi. Öyle o kuning meni seni siz deganim til ajizey. Hayır. Uyalmaysan shu yoshgina bolalarni 150-160 ming so'm necha bundaqa hisob kitob qildik bolalarman 500-600 ming so'm pul qarzar ekansan. Öyle o kuning meni yaşın 50'de bo'lib turib, mümkün Allah Taala aytib qo'yay. Bugun sen 100 yıl yaşayman deb o'ylamag'in. Mümkün ertan o'lib qolishing mumkin. Ertan o'lgan odamning qarzar adam janozasini o'qimaydi, bilasana? Pulni bergan. Davay. Canlaringiz omon bo'lsin, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. O'zlaringizni asrangizlar. Alaykum, o'zimizning akamiz kelibdi. Qanday bo'lyapti aka? Normal. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Dam olyapti tana butun vujud. Haligi qizil ketman va shartuz hammasi kelaversin-a. Kelaverasizlar, mana adresda hamma yerga yozib reklama qilib qo'yibdi. Bemalol kelasizlar, mana akamiz xizmatda. Lechini qilib ketasizlar, mazza qilib. Inshaalloh xudo xolasa kelaveradi, orqa javob qilamiz sizni. Qarangiz, men sizga shulib qo'ydim, ha. Bu kishiga hijoma qildim sizni. Mana qanday bo'ldi taassurotlar? Qanday bo'lyapti? Juda yaxshi bo'ldi. Mana anchadan beri bir vaqt ajratib kiymoqchi bo'lib yurdik. Shu keldik, mana tanishdik. Yoshimiz ham teng ekan doktor bilan. Yana ham qalin bo'ldik. Mana nimaga sandalga kirdik, nimaga bochkaga. Odam o'zini yengil his qilib oldi-da. Endi doktor qachon kel desa kelaveramiz. Inshaalloh, o'zim sizga telefon qilaman. Bo'ldi, nasib inshaalloh. Mana shu bir kesalaringiz o'zi nimasini foydasini bilgandan keyin kelgingiz kelaveradi. Inshaalloh. Kimda agar mana shunday ozgina dard bo'lsa, nima bo'lsa, mana kesalaringiz inshaalloh avvalo Xudo dardni davoni Xudo beradi. Shu akamiz do'stimiz bir sababchi bo'lib qoladi. Keyingizlar mana agar lechini qilmoqchi bo'lsalaringiz, Moskvada bo'lsalaringiz, adres mana город Katenniki, улица Строителей, дом 2. Shu kelasizlar, do'stimizni kutib oladi. Inshaalloh kutib oladi. Men yaxshi his qilyapman o'zimni, yaxshi menga foyda qildi-da, birinchi marta. Mana akam bu necha marta bo'ldi kelayapsiz? Men 3-marta kelishim. Mana bo'yimda Astraxan roz davlenim 220 dan tushmasdi. Mana shu kelib, mana shulyuk, zulyuk shuni qo'ydirgandan keyin ancha menga foyda qildi. Mana 3-marta yana keldim, shu belga qo'ydim, oyoqlar grija bor, tizalarda og'rig'i mana shu. Hozir juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Mana kelingizlar. Juda ham yoqimli. Foydali. Foydali inshaalloh. Alloh shifosini bersin. Bir duo bering aydan. Duo bering. Siz bering duoni. Duo bering. Nima deb duo? Ha shu har bir musulmon ishlaringizga baraka. Hamisha shunday odamlarni sog' salomat qilib, kasaliga shifo berib jo'natavering. Alloh rahmat.